Assalomu alaykum qadrli ustozlar va o'quvchilar. Sizlar bilan hozirgi videomizda Nomad 24 va Infinity o'quv markazi kanalida olingan birinchi mock testimizni video yechimini qilamiz. Demak, birinchi savoldan boshladik. Birinchi savol: A, B, C turli raqamlar bo'lsa, A, B, A, C, A, C, B, C, B yig'intining eng katta natural bo'luvchisini toping debdi. Endi mana bu A, B, A qo'shilgan C, A, C qo'shilgan B, C, B sonini har bittasini xona birligiga ajratamiz. Demak, mana bu yerda izoh qilib yozib qo'ysak, A, B, C sonini 100 ta A qo'shilgan 10 B qo'shilgan C ko'rinishda yozishimiz mumkin. Mana shundan foydalanamiz hozir bunda. Demak, birinchi son 100 A qo'shilgan 10 B qo'shilgan A ga teng bo'ladi. Keyingisi ikkinchi son 100 C qo'shilgan 10 A qo'shilgan C bo'ladi. Oxirgisi esa 100 B qo'shilgan 10 C qo'shilgan B ga teng bo'ladi. Endi bir xilliklarni qo'shamiz bir-biriga. 100 A A bo'ldi va mana bu 10 A. Demak, umumiy hisobda 111 A bo'ldi. Keyingisi B lar 10 B 100 B 110, bu ham 111 bo'lar ekan. 111 B qo'shilgan oxirgisi C 100 C 101, demak bu ham 111 C bo'lar ekan. Endi hammasidan 111 ni chiqarib olsam, qavsda A qo'shilgan B qo'shilgan C qoladi. Endi mana shu son hosil bo'lyapti. Buni deyapti eng katta natural bo'luvchisini toping deyapti. Demak, bu 111 ga har doim bo'linadi, lekin eng katta degani uchun mana buni ham eng katta qilsak, qachonki ikkita ko'paytuvchidan ikkalasi ham eng katta bo'lganda ko'paytmam eng katta qiymatga erishadi-da. Demak, bular eng katta qiymatga erishish uchun 9 qo'shilgan 8 qo'shilgan 7, ya'ni ketma-ket eng katta raqamlarni tanlashim kerak-da. Mana shu paytda bu yig'inda eng katta qiymatga erishadi. Endi 111 ko'paygan, bu yerda qo'shsak buni, xo'p, 9 ga 8 17, 7 ga 7 24 bo'lar ekan. Endi buni ko'paytirsak, xo'p, 111 ko'paygan 24 4 4 4 2 2 2 2 6 6 4 2664 bo'lar ekan. Demak, bizda to'g'ri javob mana bu A kalit bo'ladi. Birinchi savolimiz mana shunday. Ikkinchisi mana shuni hisoblang debdi. Endi 2025 minus umumiy makhraj bersam 2025 ni kvadrati minus 1 taqsim 2025 bo'ladi. Xo'p, ko'paytirilgan bo'lishni ko'paytirishga teskari qilib o'tkazsam 2025 taqsim 2024. Buni ham ko'paytirishga o'tkazsam 1 taqsim 2026 bo'ladi. Qo'shilgan 2024. 2025 ni kvadrati minus 1 ni 1 ni o'zini 1 ni kvadrat deb, buni kvadratlar ayirmasiga ko'ra ko'paytirib ajratsam, ayrilgan 2024 ni beradi. Ya'ni 2025 ayrilgan 1 yig'indisi esa 2025 qo'shilgan 1 ni beradi. Qolgan qismi o'zini yozib olaman. 2025 ko'paygan 2025 taqsim 2024 ko'paygan 1 taqsim 2026 qo'shilgan 2024. Demak, 2024 lar qisqaradi, 2026 lar ham ketadi, 2025 lar ham qisqarib ketadi. Qolyapti, demak, bizada 1 qo'shilgan 2024 da. Demak, bu 2025 ga teng bo'ladi.
Javob esa bizada A javob ekan. Ya'ni A kalit. Birinchisini ham javobini belgilab qo'ydik. Demak, buni javobi A ekan. Xo'p, keyingi savol uchinchisi. 5 ga bo'linadigan, ammo 2 ga bo'linmaydigan uch xonali sonlar nechta debdi. Endi 5 ga bo'linadigan ikki xonali sonlarimiz 5 ko'paytirilgan 20 100 dan boshlanadi. Eng kichigi mana shuda. Endi birinchisi ma'lum bo'ldi. Endi qaysigacha borishini topishimiz kerak. Eng kattasi 995 bo'ladi-da. Bu esa 5 kara 199 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda 5 larni hisobga olmaganimizda 20 dan 199 gacha son qatnashgan bo'ladi-da. 20 dan 199 gacha nechta son borligini topishimiz kerak bo'ladi. Endi bunda 2 ga bo'linmaydiganlari mana shu 5 ni juft songa emas, to'q songa ko'paytirilganlari bo'ladi. Ya'ni 199 dan 20 ni ayirib 1 ni qo'shsam, jami nechta son qatnashganligi kelib chiqadi. Bu 180 degan. Nechtasi to'q qatnashgan bo'lsa, shunchasi juftga ko'paytirilgan bo'ladi. Ya'ni yarmisi juft, yarmisi to'q bo'ladi. Demak, 180 ni teng yarmisi shu shartni bajaradi-da. Demak, 2 ga bo'lamiz. 90 ta bo'lar ekan. To'g'ri javob bizada xo'p, C kalit bo'lar ekan. Keyingi savol. 4-inchisi. Nodir 4 ta son o'yladi. Bu sonlarning har uchtasini o'rta arifmetikni hisoblab, natijada 15, 18, 23, 20 hosil bo'ldi. Xo'p, shu sonlarni o'sib borish tartibida joylashtirganda ikkita o'rtadagi sonlarning farqi qancha debdi. Endi yozib olaman. Sonlarim A, B, C, D sonlari bo'lgan bo'lsa, endi 3 ta o'rta arifmetikni hisoblasam, birinchisi A qo'shilgan B qo'shilgan C taqsim 3 mana shu teng bo'ladi 15 ga. Keyingisi A qo'shilgan B qo'shilgan D taqsim 3 teng bo'ladi 18 ga. Keyingisi B qo'shilgan C qo'shilgan D taqsim 3 teng bo'ladi 23 ga. Endi yana bittasi qolib ketdi. Xo'p, bu demak 20 ga teng bo'ladi A qo'shilgan C qo'shilgan D taqsim 3 da. Endi 4 ta noma'lum, 4 ta tenglik bo'ldi. Mana shuni sistema qilib yechish kerak bo'ladi. A, B, C, D lar topiladi shundan. Demak, birinchisini soddalashtirsam, A qo'shilgan B qo'shilgan C 45 ga teng bo'ladi. Keyingisida A qo'shilgan B qo'shilgan D teng bo'ladi 18 kara 3 bu 54 ga. Keyingisida B qo'shilgan C qo'shilgan D teng bo'ladi 69 ga da. Xo'p, keyingisida A qo'shilgan C qo'shilgan D teng bo'ladi 60 ga. Endi bu sistemani yechish kerak. Buni qo'shib yuborsam 4 talasini A dan e'tibor qilamiz. Hammasida 3 ta bo'ldi. 3A qo'shilgan B dan ham xuddi shunday bo'ladi. 3 ta B, C dan ham xuddi shunday, D dan ham xuddi shunday. Hammasidan 3 tadan bo'ladi. Bu yog'ini to'liq qo'shsam sonlarni, xo'p, necha chiqadi? 45 ga 54 99, 69 ni qo'shsam, bu yoqda 60 bilan 129 qo'shsam ikkalasini endi 8 bir esda 2 yana bir esak bilan 2. Demak 228 ga teng bo'lar ekan. Endi 3 ga bo'lib yuborsam chiqarib olib A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D chiqadi bizada 228 bo'lingan 3 ga. Bu demak bizada 76 ga teng bo'lar ekan. Endi A plus B plus C plus D ni topdim.
Mana shu tenglikdan har bittasiga endi shu tenglikdan mosini keltirib qo'yib, bitta-bitta topib olsam bo'ladi. Birinchisida 45 qo'shilgan D 76 ga teng bo'lib qoladi. Bundan D ni topishim mumkin. D ni topsam, xo'p, 31 chiqadi. Keyingisiga qo'yaman. Xo'p, ikkinchisiga qo'ysam endi A plus B plus D bo'lsa C qolib ketadi-da. Ya'ni C xo'p, C qo'shilgan 54 qo'shilgan C teng bo'ladi. 54 emas, bu yerda 76 da. C ni topsam bu yerdan endi 76 dan 54 ni ayirganimga teng bo'ladi, ya'ni 22 ga. C ham chiqdi. Endi uchinchisiga yetib qo'ysam A qoladi-da. Demak, 69 qo'shilgan A teng bo'ladi 76 ga. Bu yerdan A ni topsam, xo'p, 76 dan 69 ketadi. Bu bizada 7 ga teng-da. Demak, A chiqdi. Oxirgisiga keltirib qo'yib B ni topishim mumkin. B qo'shilgan 60 bo'ladi. 60 qo'shilgan B farqi yo'q, tenglik bu 76 ga. Xo'p, 76. Bu yerdan B ni topsak 16 bo'ladi. Demak, hamma sonni topdim. Endi o'sib borish tartibida joylashtirishim kerak. Demak, kichkinasidan kattasiga qarab yozib borishim kerak. Demak, kichigi 7, keyingisi 16, keyingisi 22, keyingisi 31. Endi ikkita o'rtadagi sonlar degani o'rtadagisi 16 bilan 22 da. Bularni farqini so'ragan. Farqi 22 ga ayrilgan 16 bo'ladi. Bu esa bizada 6 ga teng. Demak, to'g'ri javob bizada B kalit bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 5-si. Bir ishchi ma'lum bir ishni A soatda bajaradi, uning shogirdi esa B soatda bajaradi. Uning shogirdi esa faqatgina ishni yarmini bajara oladi va uni C soatda bajaradi. Shogirdi va uning shogirdi o'zaro birgalikda butun ishni qancha vaqtda bajaradi, deyapti. Endi bu yerda masalada mana bu ishchini o'zi A soatda bajaradi degan ma'lumot keraksiz ma'lumot desak ham bo'laveradi, chunki ishga umuman aralashmaganda bu. Bizada faqat mana bu B bilan C muhim bu yerda. Faqat shu ikkalasi birga ishlar ekanda. Endi aytayapti, shogirdi faqat C soatda ishni yarmini bajara oladi, tamom. Qolgan qismini bajara olmas ekan. Endi ishni yarmini shogirdni o'zi bajarish kerak bo'ladimi shunda? Bu uchun bu B taqsim 2 soat vaqt sarflaydi-da, chunki butun ish uchun B soat sarflar edi. Endi qolgan ishni yarmi uchun bular birga ishlaydi-da. Endi buni qanday topamiz? 1 taqsim B taqsim 2. Sababi qolgan ishni yarmiga bu B taqsim 2 vaqt soat sarflaydi-da. Birinchi shogirdni o'zi bu. Shogirdi esa C vaqt sarflaydi. Demak, mana bu ikkalasini alohida yarim ishga birga ishlaydi deb qarayman u. Qanaydir T vaqtda bajaradi deb hisoblab, shu T ni topaman. Keyin esa T qo'shilgan B taqsim 2 ni hisoblaymiz. Mana shu umumiy vaqtni beradi bizada. 2 taqsim B qo'shilgan 1 taqsim C tenglik 1 taqsim T bo'ladi. Endi umumiy makhraj bersam 2C qo'shilgan B taqsim BC tenglik 1 taqsim T. T ni topib olsam BC taqsim 2C qo'shilgan B ga teng bo'ladi. Endi B taqsim 2 qo'shilgan T ni topishim kerakman. Xo'p, B taqsim 2 qo'shilgan BC taqsim 2C qo'shilgan B. Endi yana umumiy makhraj beraman, bir-biriga bo'ladi. 2BC qo'shilgan B kvadrat qo'shilgan 2
BC taqsim 2 ko'paygan 2C qo'shilgan B. Endi buni soddalashtiramiz. Surati B kvadrat qo'shilgan 4 BC taqsim 2 ko'paygan 2C qo'shilgan B bo'ladi. Tenglik. Suratdan B ni chiqarib olsam B kara B qo'shilgan 4C qoladi. Taqsim makrajda 2 kara 2C qo'shilgan B. Mana shu demak oxirgi javob bo'ladi. Oxirgi javob mana shu. Demak, to'g'ri javob B ko'paytirilgan B qo'shilgan 4C. Mana shunga o'xshayapti. B qo'shilgan 2C. O'rni almashgan ekan qavsni, farqi yo'q. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi bunda. Keyingisi 6-savol hisoblang debdi. Xo'p, buni soddalashtirishimiz kerak. Demak, mana bu ikkalasini birinchi irratsionallikdan qutqarib olaman. Irratsionallikdan qutqarsam, xo'p, nima qilishim kerak? Birinchisini ildizda x minus ildizda x plus 1 ga ko'paytirishim kerak bo'ladi-da. Shunda nima hosil bo'ladi bizda? X minus 1 bo'ladi. Demak, mana buni minusligi chiqar ekan. Mana. Xo'p, endi buni o'chiraylik. Xo'p, qo'shilgan. Bunisi esa ildizda x qo'shilgan ildizda x minus 1 ga ko'paytiriladi va qoladi bizda x minus x plus 1 da. Demak, 1 ni o'zi qolyapti, uni yozishim shart emas. Xo'p, demak, bo'ldi. Bu qavsni ichi to'liq edi. Yana qavsga olaman buni. Bo'lingan, bunga bitta umumiy makraj bersam, ildizda x minus 1 qo'shilgan ildizda x plus 1 taqsim ildizda x minus 1 bo'ladi. Endi birinchisiga e'tibor qilsak, minus ildizda x bo'ladi mana bu. Bu bilan mana bu ketib qoladi keyin. Bu yoqda esa ildizda x plus 1 qo'shilgan ildizda x minus 1 qolyapti. Mana bu bo'lishni esa ko'paytirishga aylantirib bitta teskari qilaman. Ildizda x minus 1 taqsim ildizda x minus 1 qo'shilgan ildizda x plus 1 bo'ladi. Endi surat bilan makraj bir xil bo'ldi. Mana bunga e'tibor qilsak, bular qisqarib ketadi. Demak, bizda qoladi faqatgina ildizda x minus 1. Demak, to'g'ri javob bizga C javob ekan. Keyingi savol. Hadlari Sn barobar 2n ni kubi minus 5n qo'shilgan 9 ko'rinishda aniqlanadigan ketma-ketlik berilgan. Shu ketma-ketlikning birinchi 3 ta had yig'indisi birinchi va 3-chi hadlar yig'indisidan qancha ko'p deyapti. Endi birinchi 3 ta had yig'indisi degani ko'p S1 qo'shilgan S2 qo'shilgan S3 bo'ladi-da. Mana shu deyapti. Birinchi va 3-chi hadlar yig'indisidan qancha ko'p? Bu degani birinchisi bilan 3-chisini qo'shib shundan ayirishim kerak-da. Endi birinchisi bilan 3-chisini shundan ayirib tashlasam, faqatgina ikkinchisi qoladi-da. Demak, shu ifodada faqat S2 ni hisoblab qo'ysam bo'ldi ekanda bunda. S2 ni topishim uchun n ni joyiga 2 ni keltirib qo'yaman. 2 ko'paygan 2 ni kubi 5 kara 2 qo'shilgan 9. Mana shuni hisoblasak bo'ldi. Birinchisi 2 ni 4-chisi bo'ladi, bu 16 minus 10 qo'shilgan 9. Demak, javobi 15 chiqarganda. To'g'ri javob D. 8-savol. X kub qo'shilgan 2x kvadrat minus 5x minus 1 tenglik 0 tenglamasining haqiqiy ildizlari A, B, C ga teng. A kub qo'shilgan B kub qo'shilgan C kubni toping debdi. Endi xo'p, biza mana buni bilishimiz kerak avval. A qo'shilgan B qo'shilgan C ning kubi mana bu narsaga teng. A kub qo'shilgan B kub qo'shilgan C kub qo'shilgan A kvadrat B bundan 3 ta. Xo'p, A kvadrat C bundan ham 3 ta
qo'shamiz. Demak, b kvadrat a bundan ham 3 ta b kvadrat xo'p c bundan ham 3 ta xo'p yana c kvadrat a dan 3 ta c kvadrat b dan 3 ta va oxirgisi qo'shilgan 6a b c. Mana buni ochib chiqadigan bo'lsak, ko'paytirib kubini mana shu narsaga teng bo'ladi. Endi mana shundan foydalanib, xo'p, bu ifodaning qiymatini topamiz. Chunki mana bu ifoda shunga tengda. Mana shu ifodani s deb belgilab olay. Endi s ni topishga harakat qilaman. Demak, bizada a qo'shilgan b qo'shilgan c aniqda. Chunki Viet teoremasidan yozib olsak biza a qo'shilgan b qo'shilgan c tenglamani ildizlari bo'lgani uchun x kvadratning oldidagi koeffitsiyentni minusligiga teng bo'ladi, ya'ni -2 ga. Ikkitalik ko'paytmani yig'indisi esa, ya'ni ab qo'shilgan ac qo'shilgan xo'p bc esa bizada mana bu koeffitsiyentni musbatiga teng bo'ladi, ya'ni plyusligiga. Bu esa -5 ga teng. Keyingisi oxirgisi uchalasini ko'paytmasi esa buni demak minusligiga teng bo'ladi. Bu esa 1 o'ziga teng. Bu Viet teoremasidan yozildi. Kubik tenglama uchun Viet teoremasidan yozildi. Endi shulardan foydalanib biza mana bu ifodani, ya'ni s ni qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Endi a plus b plus c ni kubi degani bizada -2 ni kubi bo'ladi-da. Mana s xo'p, mana bunda ikkalasidan 3a kvadratni chiqarib olsam bo'ladi-da. Qavsning ichida b qo'shilgan c qoladi. Keyingisidan 3b kvadratni chiqarib olsam bo'ladi-da. A qo'shilgan c qoladi. Undan keyingisidan 3c kvadratni chiqarib olsam, qavsning ichida a qo'shilgan b qoladi. Oxirida 6abc degani nima degani? 6 kara 1 da. Endi hisoblab bo'ladigan narsalarni hisoblab ketaveramiz bir yo'la. -8 tenglik s xo'p plus 3a kvadrat e'tibor qilamiz. Mana b qo'shilgan c ni o'rniga -2 ayrilgan -a ni qo'ysam bo'ladi-da, mana birinchi tenglikdan. Topsam b qo'shilgan c ni nima bo'ladi? -2 ayrilgan a. Mana shunga tengda. Demak, shuni qo'yaman joyiga. -2 ayrilgan a. Keyingisida ham xuddi shunay. B kvadrat a qo'shilgan c faqat -2 ayrilgan b bo'ladi. Keyingisida ham xuddi shundan foydalanamiz. A qo'shilgan b -2 ayrilgan c ga teng bo'ladi. Qo'shilgan bu yoqda 6 ni o'zi. Endi 6 bu yoqqa o'tsin. Minus bo'lib o'tadi. -14 barobar s. Xo'p, bu minus oldinga chiqsa 6a kvadrat ochib chiqsam plus xo'p plus 3a kubda. Keyingisi ham -6b kvadrat minus 3 mana bu minus deganda 3a kub. Minusdan hammasi minusga ketadi. Bu ham b kub minus 6c kvadrat minus 3c kub bo'ldi. Mana shu ko'rinishda. Endi -14 barobar s. Hamma a kvadratliklardan -6 ni olib chiqaman. A kvadrat qo'shilgan b kvadrat qo'shilgan c kvadrat qoladi qavsda. Mana bu kublardan esa -3 ni olib chiqaman. A kub qo'shilgan b kub qo'shilgan c kub qoladi. Bu ifoda o'zi biza so'ragan narsani o'ziga teng-da, biza uni s deb belgilagan edik. Demak, bu -3s ga teng bo'ladi-da. Endi -14 barobar s ayrilgan -3s bo'ladigan bo'lsa, mana bu -2s qoladi-da bu yerda. Endi -6 a kvadrat qo'shilgan b kvadrat qo'shilgan c kvadratni mana bunday ko'rinishda olaman. A qo'shilgan b qo'shilgan c kvadrati minus 2ab minus 2ac minus 2bc deb olsam bo'ladi. Mana shu ko'rinishda olsam, chunki olganimning sababi
xuddi shu ko'rinishda olsam, mana bu 7 kerak emasda shu narsalar bor-da. O'rniga keltirib qo'yishim uchun shu ko'rinishda olaman. Minus 14 teng bo'ladi. Minus 2s minus 6 kara a plus b plus c ni kvadrati bu minus 2 ni kvadrati bo'ladi. Xo'p, minus mana bu ikkilarni hammasidan minus 2 ni chiqarib olsam, a b qo'shilgan a c qo'shilgan b c bo'ladi-da. Bu degani minus 5 ni beradi bizada. Minus 2 kara minus 5 bo'ladi-da. Endi minus 14 barobar minus 2s. Xo'p, minus 6 kara qavsning ichini birinchi hisoblab olsam 4 qo'shilgan 10. Endi minus 14 barobar minus 2s minus 6 bu yerda tenglik emas. Minus 6 kara 14. Endi 2s bu yoqqa o'tkazsam, chap tarafga bu yoqda 14 qo'shib bo'ladi, ayrilgan 6 kara 14. Endi 14 ni ikkalasidan ham chiqarib oladigan bo'lsam, 2s barobar 14 ko'paytirilgan minus 5 qoladi-da. Endi 2 ga qisqartirsam 14 qisqarib 7 qoladi. 7 kara 5 qolar ekan. Bu degani s minus 35 ga tenglik kelib chiqadi. Biz o'zi mana shu s deb belgilagan edik, topishimiz kerak bo'lgan ifodani. Demak, to'g'ri javob bizada D kalit ekan. Keyingisi 9-savol. Mana shu modulli tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta degan ekan. Demak, bu birdan katta bo'lgani uchun buni 1 marta minus 1 dan kichik deymiz. 1 marta esa 1 dan katta deb yechaman. Ikkalasi umumiy bo'lmaydi. Xo'p, alohida. Demak, birinchisida minus 1 ni bu yoqqa o'tkazsam va umumiy makhraj bersam, 2 qo'shilgan x minus 4 da taqsim makhrajni o'zi kichik 0 dan. Endi surati x minus 2 taqsim x minus 4 bo'ldi, kichik 0 dan. Endi bu kichik bo'lgani uchun yechimi bo'ladi 2 dan kirmaydi, 2 dan 4 gacha da. Buni yechimi ham xuddi shunday, 1 ni o'tkazaman, 2 minus bo'ladi faqat x qo'shilgan 4 taqsim x minus 4 katta 0 dan. Tepa 6 minus x bo'ladi. Bitta minusga ko'paytirib olaman, x minus 6 qilib, pastni x minus 4 deyman, bu ham 0 dan kichik bo'ladi, belgi o'zgardi. Buni yechimi esa 4 dan 6 gacha chiqadi. Bo'ldi. Mana shu ikkita oraliq buni yechimi. So'ragan bizada yechimlar orasida butun sonlar nechta? 2 va 4 oralig'ida bitta 3 soni bor. Bu oralig'ida esa bitta 5 soni bor. Demak, umumiy holatda ikkita bizada butun yechimi bo'lar ekanda. To'g'ri javob esa bizada B kalit. Keyingisi 10-si soddalashtiring. Demak, ikkita tangens 53 degan. Xo'p. 1 taqsim sinus 106 bu turaversin. Mana bu tangensni esa sinus taqsim kosinus desam, kosinus yuqoriga chiqib ketadi. Kosinus 106 taqsim sinus 106 bo'ladi. Tenglik. Endi xo'p, ikkita tangens 53 ni ham sinus 53 taqsim kosinus 53 desam. Ko'paygan makhrajlari bir xil, buni surati qo'shiladi. 1 qo'shilgan kosinus 106 gradus taqsim sinus kvadrat 106 gradus bo'ladi. Endi mana bu surat va makhrajini, mana bu kasrni 2 ga ko'paytirib bo'lsam, mana suratni ham ko'paytirdim, makhrajni ham ko'paytirdim. Sababini hozir aytaman. Sababi mana bu bizada formulani beradi. Qaysi formulani beradi?
Xo'p, 1 plus kosinus 2x taqsim 2 bizada kosinus kvadrat x taqsim 2 ni beradi-da. Kosinus kvadrat 2x bo'lsa agar kosinus kvadrat x ni beradi. Demak, mana bu 4 ta bo'lyapti. Xo'p, sinus 53 taqsim kosinus 53. Yuqorida bu nimani beradi endi? Xo'sh, kosinus kvadrat 53 gradusnida. Bu yer esa sinus kvadrat 106 edi. Nimaga kvadrat bo'ldi bu? Mana bu yerda bu xato ketibdi. Kvadrati yo'q. O'zi faqat. Xo'p, demak 106 ni o'zi. Endi mana bu kosinus 53 bilan mana buni kvadrat ketadi. Mana bu yerdan 4 ni e'tibor qilamiz. Bitta ikkisini olib bersam, ikkita sinus 53 kosinus 53 mana bu sinus 106 bilan ketadi-yu, mana bu 4 dan ham 2 qoladi. Demak, faqatgina 2 qolib ketyapti. Javobimiz bizada 2 bo'lar ekan. To'g'ri javob C kaliti ekan. 11-si A va B musbat haqiqiy sonlar bo'lsin. X kvadrat minus AX qo'shilgan B teng 0 tenglamani diskriminanti ildizlar yig'indisidan 6 ga ortiq, ildizlar ko'paytmasining esa 2 barobarga teng. Bunga ko'ra A qo'shilgan B'ni toping degan. Demak, xo'p, diskriminantini topib qo'yay birinchi. Diskriminanti A kvadrat minus 4B ga tengda bu tenglamada. Endi aytgan shartlarni qilamiz. Diskriminanti ildizlar yig'indisidan, xo'p, diskriminant ildizlar yig'indisidan. Ildizlar yig'indisi bizada A ni o'zini berib qoladi-da. A dan 6 taga ortiq. Demak, D dan A ni ayirsam 6 chiqadi-da. Birinchi shart shuni aytyapti. Keyingisi ildizlar ko'paytmasining esa 2 barobarga teng. Ya'ni D ildizlar ko'paytmasining 2 barobarga teng deyapti. Xo'p, mana buni katta debimiz teng bo'lish kerak. Teng 6. D ko'paytmasini 2 barobarga teng. Ko'paytmasi esa bizda B ga teng. 2 barobar degani uchun 2 ga ko'paytiraman. Mana shu narsani aytyapti. Shundan foydalanib A qo'shilgan B'ni topishimiz kerak. Demak, D ni o'rniga keltirib qo'yaman. A kvadrat minus 4B. Xo'p, ayrilgan A tenglik 6 bo'ladi birinchisida. Ikkinchisida A kvadrat minus 4B. Xo'p, teng bo'ladi 2B ga. Endi birinchisidan emas, ikkinchisidan A kvadratni topsam 6B ga teng bo'ladi-da. Endi shundan foydalanib birinchisiga eltib qo'ysam, A kvadratni joyiga 6B ni nima bo'ladi? 6B minus 4B minus A tenglik 6 bo'ladi. Endi bu yerda 2B teng bo'lar ekan A qo'shilgan 6 ga da. Xo'p, endi e'tibor qilamiz. Shuni 3 ga ko'paytirib yuboray. 6B barobar 3A qo'shilgan 18 bo'ladi. Endi mana bu 6B ni o'zi A kvadratga teng-da. Demak, mana bu qismiga qarasak, faqatgina A ga bog'liq kvadrat tenglamay keldi. A kvadrat minus 3A minus 18 tenglik 0 bo'ladi. Endi bu yerda ildizlarini topsam, A1, A2, 2 ta chiqadi albatta. Xo'p, ildizlar yig'indisi 3 bo'ladigan bo'lsa 6 va minus 3 sonlarida buni ildizlari. Endi shunga mos B'larni topsam, A1 ga mos B1 esa nimaga teng? A kvadrat 6B ga teng degan. Bundan demak B ni ham 6 lik kelib chiqadi-da. Xo'p, ikkinchisida mos B2 esa minus 3 ni qo'ysam 9. Xo'p, 9 taqsim 6 ya'ni 1,5 chiqadi-da. Endi mana bu holatda 12 bo'ladi. Yig'indi bu holatda esa minus 1,5 bo'ladi. Demak, bizada javoblar ichida 1,5 yo'q. Demak, 12 ni olsak bo'ladi. To'g'ri javob mana shu bo'lar ekan. Ya'ni A kalit.
Keyingisi 12-savol. Mana shu quyidagi munosabat o'rinli bo'lsa deyapti. Mana shu ifodani soddalashtiring. Demak, bu birinchisi ildizni ichida x minus z ning kvadrati bo'ladi. Ikkinchisi o'zi. Demak, juft darajali ildiz e'tibor qilamiz. Juft darajali ildiz bir-birini yerida. Faqat lekin modulda chiqarishim kerak. Chunki y qo'shilgan x manfiy bo'lib qolishi mumkin. Juft darajali ildizdan manfiy son chiqara olmayman-da, shuning uchun modul chiqadi. Minus kub ildizda hech qanaqa ishora yo'q, shuning uchun o'zini chiqaraversam bo'ladi buni. O'zini chiqaraversak bo'ladi. Tenglik. Endi birinchisi ham xuddi mana bu o'zi kvadrat ildiz, bu bilan bu ketadi, yana xuddi ikkinchi ildizdagiga o'xshab modullar chiqadi. Xo'p, minus y qo'shilgan x, mana buni ochib chiqsam minus y qo'shilgan z bo'ladi. Endi mana bu modullarni ishorasini aniqlab olib chiqarsam bo'ldi. Endi bu yerda tushunarliroq bo'lishi uchun shu shartni bajaruvchi x larni sonda tanlab olsam, x minus 3, y minus 2, z minus 1 desam, shu shartni qanoatlantiradi. Endi x ayrilgan z nimani bildiradi bu yerda? Xo'p, minus 3 ayrilgan z ni o'zi minus 1. Bu ifodani qiymati minus 2 ga teng-da. Demak, manfiy bo'lyapti. Manfiy bo'lgani uchun minusda chiqaraman. Minus x qo'shilgan z bo'ladi. Keyingisi y qo'shilgan x. Minus 2 qo'shilgan minus 1. Minus 3. Demak, bu ham manfiy chiqdi. Minusda o'tib chiqaman. Mana bu oldagi minus bilan plus bo'ladi-yu. O'zini chiqaraversam bo'ladi. Minus y plus z bu o'zi. Endi soddalashtiradiganlari bo'lsa soddalashadi. Minus x bilan minus x ketar ekan. Xo'p, minus y bilan minus y ketadi va z qo'shilgan z qolibdi faqat. Demak, javobimiz 2z bo'lar ekan. Xo'p, to'g'ri variant esa C kalit ekan. Keyingi savol 13-si. Agar alfa, beta, gamma burchaklari birinchi chorak burchaklari bo'lsa, quyidagilarni soddalashtiring debdi. Demak, buni avval birinchi kasrni, surat va mahrajini ochib chiqib soddalashtirishim kerak. Xo'p, sinus alfa qo'shilgan betani ochib chiqsam nima bo'ladi? Sinus alfa kosinus beta qo'shilgan, xo'p, sinus beta kosinus alfa minus, endi bunisi sinus alfa kosinus beta o'zida minus bo'lardi, oldidagi minus bilan u plus bo'ladi. Demak, sinus beta kosinus alfa bo'ladi. Kasr chiziqni oxirigacha tortamiz. Endi mahraji kosinus gamma kosinus beta, xo'p, plus sinus gamma sinus beta minus, xo'p, kosinus beta kosinus gamma o'zida minus bo'lar edi, oldagi minus bilan plus bo'ladi. Sinus alfa emas, burchaklari beta va gamma. Sinus gamma. Mana bu birinchi kasr edi, ayrilgan davomidan kosinus alfa taqsim sinus gamma. Demak, bu yerda suratda ham mahrajda ham qisqarib ketadiganlar bor. Ya'ni bir-biriga qarama-qarshi. Sinus alfa kosinus beta. Mana bu ikkalasi bir xilda. Bir xil emas, endi ishorasi har xil qo'shgan paytimizda nol bo'lib ketadi. Demak, suratda kosinus alfa sinus betani ikkitadan qolibdi. Kosinus alfa sinus beta. Xo'sh, endi mahrajda ham xuddi shu gap. Kosinus beta kosinus gamma, kosinus beta kosinus gamma. Bu nol bo'lib ketadi. Ikkitadan sinus beta sinus gamma qoladi. Ayrilgan ikkinchi kasrni o'zi kosinus alfa taqsim sinus gamma. Endi kasrni o'zida ham qisqaradiganlar bor. 2 bilan 2 ketadi. Xo'p, sinus betalar ketar ekan. Kosinus alfa taqsim sinus beta qoldi.
ikkinchi kasrni o'zi ekanda bir xil kasrlarni ayirsam javob 0 chiqadi. Demak, to'g'ri kalit bizada A javob bilar ekan. Keyingisi 14-savol. Tenglamani yeching debdi. Endi buni qanday yechamiz? Xo'p, ikkalasini ham yarim burchakka o'tib olaman. 2 ta 2 sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2 minus bunisini esa kosinus kvadrat x taqsim 2 minus sinus kvadrat x taqsim 2 deyman. Xo'p, mana bu yoqdagi 2 ni ham 2 ko'paytirilgan 1 deyman, 1 ni o'zini sinus kvadrat x taqsim 2 qo'shilgan kosinus kvadrat x taqsim 2 deyman. Mana endi hammasi sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2 ga o'tdi-da. Mana bu 4 ta sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2 ga keladi. Bu esa minus 3 ta kosinus kvadrat x taqsim 2 minus emas plus 3 ta sinus kvadrat x taqsim 2 qo'yib barobar 2 ta sinus kvadrat x taqsim 2 qo'shilgan 2 ta kosinus kvadrat x taqsim 2 bo'ladi. Endi hammasini bir tomonga o'tkazishim kerak. Xo'p. Shu yoqqa o'tkazsam, chap tarafga 3 tadan bitta ikkitasi ketar ekan, bitta qolar ekan. Sinus kvadrat x taqsim 2. Xo'p, 4 ta sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2 minus ta xo'p 5 ta kosinus kvadrat x taqsim 2 tenglik 0 bo'ladi. Endi buni ko'paytirishga ajratsam, sinus x taqsim 2 va kosinus x taqsim 2 ga ko'ra sinus x taqsim 2 qo'shilgan 5 ta kosinus x taqsim 2 ko'paygan sinus x taqsim 2 ayrilgan kosinus x taqsim 2 ga ajraladi bu. Xo'p, endi ikkita ko'paytirishga ajraldi. Ikkita qavsga ajralgandan keyin ko'paytirishlarni alohida nolga tenglashtirib yechishim kerak. Birinchisini nolga tenglashtirib yechsam, sinus x taqsim 2 teng bo'ladi minus 5 kosinus x taqsim 2 ga. Buni kosinus x taqsim 2 ni bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazsam, tangens x taqsim 2 teng bo'ladi minus 5 ga. Albatta kosinus x taqsim 2 teng emas 0 deymiz. O'zi buni 0 qilib yubormaydi. Demak, buni yechimi x taqsim 2 teng bo'ladi. Xo'p, nimaga? Minus arc tangens 5 bo'ladi. O'zi arc tangens minus 5 bo'ladi. Tangens oldiga chiqaradi-ku. Arc tangens xo'p 5 davri esa pi n. Endi x ni topishim kerak. 2 ga ko'paytirib yuboraman. Minus 2 arc tangens 5 qo'shilgan 2 pi n bo'ladi. Demak, bu birinchi qavsning yechimi. Endi ikkinchisi ham bor. Sinus x taqsim 2 teng bo'ladi kosinus x taqsim 2 ga. Xo'p, buni kosinus x taqsim 2 ni bo'lish qilib o'tkazsam, endi tangens x taqsim 2 tenglik 0 bo'ladi. Bunda x taqsim 2 xo'p 0 emas, mana buni adashtirdik. Bo'lsak 1 qoladi aytgancha. 1 ga teng bo'ladi. Demak, endi x taqsim 2 barobar xo'p 1 ga qachon teng bo'ladi? Pi taqsim 4 da davri pi n. Endi yana 2 ga ko'paytiraman. Pi taqsim 2 qo'shilgan xo'p 2 pi n bo'lar ekan. Bu ikkinchi qavsning yechimi. Mana shu ikkalasida ham mana buni nol qiladigani yo'q. Shu uchun bemalol ikkalasini ham olsak bo'ladi. Endi demak, to'g'ri javobimiz minus 2 arc tangens 5 qo'shilgan 2 pi n. B kalitga o'xshayapti. Ikkinchisi ham o'xshaydi. Bo'ldi. Demak, biz bilamiz, mana bu yerda o'zimizga yozib qo'yaylik. N butun sonligini bilamiz. Xo'p, B kalit ekan bu. Keyingisi 15. Quyidagilardan nechtasi monoton funksiya? Endi monoton funksiya degani
qaysidir qismda emas funksiya har doim yo o'suvchi bo'lishi kerak yoki kamayuvchi bo'lishi kerak. Demak, birinchisi x plus 1 ni kvadratida bu. Endi bu grafikini ham qaraydigan bo'lsak o'zi minus 1 da 0 bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi-da bu. Endi bu mana bu qismda monoton kamayib keladi. Bu qismda esa monoton o'sib keladi. Demak, ikki xilda, lekin bir xil o'sib, bir xil kamaymagan. Demak, buni umumiy holatda monoton deya olmaymiz. Monoton emas. Keyingisi. Bu 0 da markazi, radiusi esa 6 ga teng bo'lgan aylana tenglamasida. Mana. Demak, 6 minus. Bu ham 6, bu ham minus 6. Endi bu e'tibor qilsak, mana bu yergacha o'sadi. Xo'p, bu qismda kamayadi. Bu qismda ham o'sib borgan. Mana bu qismda esa kamayib keladi. Demak, bir xil o'sib kamaymagan har doim. Demak, buni ham monoton deya olmaymiz umumiy holatda. Xo'p. Demak, bu ham monoton emas. Xo'p, keyingisi y barobar 5. Buni grafikini qarasak, shunchaki y teng bitta chiziq. X ga xohlagan qiymat bersam, bu bir xil qiymat qabul qilaveradi. Buni demak, o'suvchi ham, kamayuvchi ham bo'lmasligi mumkin, lekin bir xil qiymat qabul qilganda ham bu monoton funksiyaga misol bo'ladi. Demak, mana shu monoton. Oxirgisini ham ko'ramiz. Bu ildizlik funksiya. Ildizli funksiya aniq qaysidir qismda o'sadi, qaysidir qismda kamayadi. Chunki grafiki aniq bir xil ko'rinishda emas-da bu. Xo'p, bu demak monoton emasligi aniq. Demak, bu zada nechtasi monoton funksiya deb so'ragan edi. Bitta 3 bo'ldi. Buni son jihatdan qarasak bitta bo'ladi. Xo'p, demak kalit A ekan. 16-savol. Tengsizlikni 7 dan kichik barcha butun yechimlarini toping. Demak, buni modul kelgani uchun shart berib yechamiz. Birinchi holatda x kichik 2 dan deyman. Xo'p, 2 ikki tarafiga ham kiraversin. Ikkinchi holatda ham kiritaman. Katta degan paytimda ham farq yo'q. Kiritsam hech nima bo'lmaydi. Demak, 2 dan kichik sonlarni qo'ysam, modulning ichi mana bu yerda manfiy bo'ladi. Demak, minusda o'tib chiqishim kerak. Bu 2 minus x ga to'g'ri keladi. Qo'shilgan 3 taqsim 2 minus x ni o'zi. Xo'p, 2 dan kichik son qo'ysam bunga musbat son bo'ladi. Demak, 2 minus x chiqaveradi bundan. Kichik 4x. Endi shuni yechishim kerak. Umumiy makhraj bersam 2 minus x ning kvadratiga 3 qo'shiladi suratda. Taqsim 2 minus x minus 4x kichik 0. Endi ochib chiqsak 4 minus 4x qo'shilgan x kvadrat qo'shilgan 3. Buni ham birdaniga makhraj berib yuborsam 8x qo'shilgan 4x kvadrat taqsim. Xo'p, mana buni x minus 2 qilaman, chunki x 0 dan musbat qilishim kerak. Mana bu 0 dan katta deyman. Endi x kvadrat ko'tarib x kvadrat qo'shiladi 5x kvadrat. Xo'p, minus 8 minus 4 minus 12x bo'ladi. 4 ga 3 ni qo'shsam 7. X minus 2 katta 0 bo'ldi. Endi 0 ga aylantiruvchilarni olishim kerak. Xo'p, tepaniki bittasi 1 bo'libdi. Bittasi 1. Xo'p, mana bu makhrajniki 2 bor. Xo'sh, suratning ikkinchisi ko'paytmasi 7 taqsim 5 bo'ladigan bo'lsa, 7 taqsim 5 ni o'zi bo'ladi-da. Bu mana shu oraliqdagi son. Endi oraliqlarga ajratsam mana shu ko'rinishda. Endi 2 dan kichik yoki teng deb olganman. 2 dan kichik yoki teng degani mana oralig'imning o'zi shu. Shu oralig' bilan bir xil kesishganini olaman endi yechimni. Xo'p,
plus minus. Bizaga plusligilar kerak. Demak, mana bu oralig'lar bo'ladi. Demak, umumiy birlashgani faqatgina 1dan, ya'ni 7 taqsim 5 gacha bo'lyapti bunda. Endi ikkinchi oraliq nechamiz? Ya'ni x katta yoki teng 2 deyman. Xo'p, endi birinchisi 2 dan katta sonni qo'ysam, bu musbat. Ikkinchisi 2 minus x esa manfiy bo'ladi. Shuning uchun minusni olib chiqaman, x minus 2 chiqadi. Endi kichik 4x. Umumiy makhraj bersam yana x kvadrat minus 4x plus 4 qo'shilgan 3 taqsim x minus 2 ayrilgan 4x 0 dan kichik bo'ladi. Endi x kvadrat minus 4x qo'shilgan 7 minus 4x kvadrat plus 8x taqsim makhraj x minus 2 kichik 0 dan. Endi minus 3x kvadrat bo'lyapti plus 4x plus 7 taqsim x minus 2 kichik 0 dan. Endi x kvadrat 0 da minus bo'lgani uchun bitta ko'paytiraman minusga. Minus 4x minus 7 taqsim x minus 2 katta 0 dan bo'ladi. Demak, buni ham chizaman. Buni nollari qaysi endi? Minus 1 ekan bittasi. Minus 1. Minus 1 bo'lsa ildizlar ko'paytmasi minus 7 taqsim 3. Ikkinchisi 7 taqsim 3 ni o'zi bo'lar ekanda. 7 taqsim 3. Demak, bu makhrajniki 2 bo'lgani uchun 7 taqsim 3 2 dan kattaroq. Bo'ldi. Mana shu narsa bo'lar ekan. Xo'p, birinchi buni yechimini olib olay. Plus minus. Bizaga plusliklar kerak. Mana. Xo'p. 2 ni kiritaylik. Mana bu yerda ham kiritaylik. 2 alohida 2 dan kichik yoki teng deb bajarilgan-ku baribir. Shuning uchun 2 ni o'zini alohida kiritib qo'yamiz. Endi buni sharti esa 2 dan katta edi. Yana 2 kiradi, birlashgan sohasi 7 taqsim 3 dan cheksizlikgacha bo'lyapti. Ya'ni 7 taqsim 3 cheksizlik. Mana uni yechimi. 2 ni o'zi ham kiryapti. Xo'p, 2 ni o'zi kirmas ekan. Chunki e'tibor qilamiz, mana bu makhrajni nolga aylantirar ekanda. Demak, 2 ni chiqaramiz bitta. 2 ni o'zini alohida olmaymiz. Makhrajni nol qilar ekanda. Endi xo'p, mana shu ikkita oraliq bo'ldi. Bizada 7 dan kichik barcha yechimlari yig'insi degan edi. 7 dan kichik barcha yechimi. Mana bu 1 va 7 taqsim 5 ni oralig'ida o'zi butun son yo'q. Lekin mana bu yerda bu 7 taqsim 3 dan cheksizlikgacha. Bunda 7 taqsim 3 ni o'zi 2 dan katta. Bundan keyin keladigan 3 bor. Xo'p, keyingisi 4 bor, 5 bor va 6 bor. 7 dan aniq kichik deb aytgan. Shuning uchun mana shu yig'indan o'zi bo'lib qoladi. Buni hisoblasak 18 chiqadi. Demak, bizada javob mana shu 18 ekan. A kalit bo'ladi. 17-savol. Agar x 2-5 oralig'ida va y 3-6 oralig'ida bo'lsa, y minus x taqsim y qo'shilgan x ifodaning qiymati qaysi oralig'ida o'zgaradi degan. Endi buni eng kichik qiymati bilan eng katta qiymatini topishim kerak. Ifodaning qiymati oralig'i o'sha eng kichigidan eng kattasigacha bo'ladi. Demak, eng kichigini topishim uchun sur'atini manfiy qilishga harakat qilaman. Manfiy qilishim uchun y ni eng kichik, x ni esa eng katta olishim kerak. Demak, y ni eng kichigi 3 bo'ladi, x ni eng kattasi 5. Demak, mana shu qiymatda eng kichik qiymat kelib chiqadi bizga. Demak, 5 emas, 3 ayrilgan 5 taqsim 3 qo'shilgan 5. Bu bizada minus 2 taqsim 8 ni beradi. Bu degani minus 1 taqsim 4. Demak, eng kichik qiymat mana shunga teng bo'ladi. Endi eng kattasini topaman. Eng kattasini topishim uchun y ni eng katta olishim kerak. X ni esa eng kichik olishim kerak bo'ladi. Mana. Endi bu paytda 6 ayrilgan 2 taqsim 6 qo'shilgan 2 bo'ladi.
Bu degani 4 taqsim 8. 4 qisqartsak 1 taqsim 2. Demak, qiymatlar oralig'i buni 1 taqsim 4 dan minus 1 taqsim 2 gacha bo'lar ekan. B javob bo'ladi. Keyingisi 18 tengsizlik nechta butun yechimga ega degan. Endi e'tibor qilamiz, mana bu ildizli ifoda aniqlanish sohasida doim nomanfiy, ya'ni x katta yoki teng minus 8 da har doim musbat. Xo'p, endi ln kvadrat 5 minus x. Bu ham aniqlanish sohasida har doim musbat bo'ladi. Aniqlanish sohasi x katta emas, x kichik 5 dan bo'ladi. Bu paytda bu ham musbat bo'ladi. Endi bizada qolayotgan narsa nima? Modulda 4 modulda yana x minus 3 modul ko'paygan kub ildizda x minus 3 ning kvadrati taqsim x minus 4 kichik yoki teng 0 dan bo'lyapti. Endi bularning nollari mana bu modulda x minus 3 4 ga teng bo'lsa, x bittasi 7 chiqadi, bittasi minus 1 chiqadi. Makrajni nolga aylantiruvchi 4. Mana bu kub ildizda x minus 3 ning kvadratini 0 esa 3 chiqadi. Endi shularni oralikqa tashlaymanda va mana bu minus 8 va 5 oralig'ida olaman yechimni. Xo'p, birinchi demak minus 8 mana bu yoqda yotadi, kiradi. Xo'p, bu masalan 5 bo'lsin. Mana kirmaydi. Bundan keyin 7 ham bor mana. Xo'p, 5 dan orqada 4 bor ekan. 4 kirmaydi chunki makrajda 0 ga aylantiradi. Xo'p, bundan keyin 3 bor. 3 bemalol kiraveradi. Keyingisi 3 dan pasti minus 1. Minus 1 ham kiradi. Xo'p, endi bo'ldi. Mana shu sonlar. Endi mana aniqlanish soham mana bu sohadagi yechimlarni olish kerak degan. Minus 8 dan 5 gacha. Endi yechimlar o'zini qarasam. Xo'p, qaysi sonlar bilan bo'ladi? Minus 1 dan boshlar ekan, mana bunday. Keyin 3 gacha boradi mana. Xo'p. 3 dan keyin 4 gacha mana. Undan keyin 4 dan 7 gacha boradi-yu, keyin bu yo'q. Demak, men mana shu oralig'da ko'rishim yetarli bo'lgani uchun shu yoqdagi ishoralarni qarasam bo'ldi. Buni ishoralar 4 dan 5 gacha musbat bo'ladi, bu yoqda esa manfiy bo'ladi. Buni son qo'yib tekshirib ko'rsa bo'ladi. Endi bizga manfiy oralig' yechim bo'lgani uchun mana bu oralig' yechim bo'ladi. Ya'ni minus 8 dan toki 4 gacha 4 kirmaydi, minus 8 esa kiradi. Bu oralig'dagi butun yechimlar sonini so'ragan. Bu yerda 12 ta butun son bor. Demak, javob 12 ta bo'ladi. To'g'ri javob C bo'ladi. 19-savol. Mana shu tengsizlikning eng kichik musbat yechimi va eng katta manfiy yechimi farqini so'ragan. Demak, buni yechishimiz uchun sinus x 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Bu aniqlanish soha. Demak, bunda bu nomanfiy bo'ladi. Nomanfiy son bo'lsa, musbat deb qarasak bo'laveradi. Musbat sonni faqatgina manfiyga ko'paytirsam 0 dan kichik bo'lishi mumkin. Demak, kosinus x majbur bo'ladi. Kosinus x majbur bo'ladi 0 dan kichik yoki teng bo'lishga. Endi buni birlaga aylantirib yechsak bo'ladi. Xo'p. Mana bu kosinusni bildiradi bizda, bu sinusni bildiradi. Endi sinus 0 dan katta bo'lsa, bu birinchi, ikkinchi chorak. Kosinus 0 dan kichik bo'lsa, mana bu ikkinchi va uchinchi chorak. Ikkalasi birlashgan sohasini bo'lyapti. Xo'p, pi taqsim 2 qo'shilgan 2pi n dan toki 3 pi qo'shilgan 2pi n gacha bo'lyapti. Endi 0 ni o'zi ham qanoatlantiradi. Chunki 0 ni qo'ysam 0 ko'paytirilgan 1 bo'ladi. Bu 0 dan kichik yoki tenglik sharti bajariladi. Demak, bu 0 bizga musbat yoki manfiyga kerak bo'lmaydi, lekin
n o'rniga -1 qo'ysam, eng kichik manfiy yechimini topaman. Eng katta. -3 pi taqsim 2 dan toki -pi gacha chiqadi. Bu yerda eng kichik manfiy yechimi -pi chiqadi bizada. N ni joyiga 0 qo'ysam, eng kichik musbat yechimi chiqadi. Bunda pi taqsim 2 dan pi gacha yechim chiqadi. Bu yerda yechim esa pi taqsim 2 bo'ladi. Bizada shularning farqini so'ragan. Farqi pi taqsim 2 ayrilgan -pi ga teng bo'ladi. Buni o'zi esa 3 pi taqsim 2 ga teng. Demak, to'g'ri javob bizada B javob bo'lar ekan. 20-savol. Mana shunga ko'ra deyapti, f x ni toping degan. Buni yechishda x ni o'rniga bir marta 1 taqsim x ni qo'yamiz. Demak, nima bo'ladi? Birinchisi x minus 1. Xo'p, bu f x bo'ladi. Qo'shilgan f 1 taqsim x bo'ladi. Tenglik bu esa 1 taqsim x taqsim 1 minus 1 taqsim x bo'lyapti. Buni soddalashtirib yozib qo'yay. Bu 1 taqsim x minus 1 ni beradi. Endi shuni o'zini birdaniga yozib beraman. Mana endi shartdagini o'zini ko'chirib olaman. F x qo'shilgan buni endi 1 minus x taqsim x ko'paygan f 1 taqsim x desam bo'ladi-da. Tenglik x taqsim 1 minus x ga. Endi bunda sistema qilsam ikkalasini fx bilan f1 taqsim x ga bog'liq sistema bo'lyapti. f1 taqsim x bilan yo'qotib yuboraman. Buni x minus 1 taqsim x ga ko'paytirib qo'shib yuborsam ikkalasi ketadi. Xo'p, birinchisi nima bo'ladi? X minus 1 ning kvadrat taqsim x qo'shilgan 1 fx qo'shsam teng bo'ladi shu bu yoqda x minus 1 lar ketar ekan, 1 taqsim x qo'shilgan x taqsim 1 minus x bo'lar ekan. Endi mana buni soddalashtirsam x kvadrat minus x plus 1 taqsim x ko'paygan f x teng bo'ladi. Va bunga umumiy makhraj bersam, mana shuni o'zini minus qilaydi, mana buni x minus 1 qilay. X minus 1 minus qildim. Mana endi umumiy makhraj bersam x minus 1 minus x kvadrat taqsim x ko'paygan x minus 1 bo'ladi. Mana bitta x minus 1 qo'yib yo'q qisqarmaydi. X degay, x bilan mana bu qisqaradi. Xo'p, qolyapti. F x barobar bundan bitta minusni chiqarsam x kvadrat minus x plus 1 taqsim x minus 1 ko'paygan bu bo'lish bo'lib o'tadi 1 taqsim x kvadrat minus x plus 1. Mana bu ikkalasi bir xil. Ikkalasi ketadi-da, minusda 1 taqsim x minus 1 ni o'z bo'ladi. Minusni ta'sir qildirsam 1 taqsim 1 minus x chiqar ekan. Demak, bizada f x ni ko'rinishi 1 taqsim 1 minus x ko'rinishida ekan. Bu esa bizada D kaliti ekan. 21-savol. Agar y y darajasi ln sinus x ga teng bo'lsa deyapti, y' 2025 pi ni toping degan. Demak, avval y ni o'zini soddalashtirib olsam bo'ladi. Bunda sinus x bilan y ni joyini almashtirsam bo'ladi. Sinus x ni darajasida ln y bo'ladi. Ln y ni o'zi 1 ga teng. Demak, buni o'zi sinus x ga teng bo'ladi. Demak, funksiyamning o'zi sinus x ga teng ekan. Endi buni osilasini topsam, sinus x ni osilasi kosinus x bo'ladi. Endi y' 2025 pi ni so'ragan. Bu bizada kosinus 2025 pi ni beradi-da. Bundan juft pilarni ayirib tashlayversam 2024 pi ketadi-da. Kosinus pi ni o'ziga teng bo'lib qoladi. Kosinus pi esa minus 1 ga teng bo'ladi. Demak, javob minus 1. To'g'ri kaliti esa A bo'lar ekan. Keyingi savol 22. Agar chizmaga ko'ra AF taqsim AD 3 nisbatda BC taqsim DC 5/1, AY taqsim YC 12/5 bo'lsa, SFYD taqsim SABC ni topish kerak ekan.
Endi nisbatlarni yozib chiqsam birinchi. A f taqsim a d deyapti. Demak, mana bu qanaydir 3x a d degan 4x bo'lsa mana bu yerga x qoladi-da. F dga. Endi b c taqsim d c. B c ni o'zi 5x ekan, d c ni o'zi esa x. Endi x demayman, buni y nisbatdagi, bu yerni y olsam umumiy 5 edi, bu yoqqa 4y qoladi-da. A y taqsim y c. Bu degani mana bu 12 qandaydir z, bu esa qandaydir 5z. Endi bizdan so'ragan f y d. Shuni yuzasini s deb qarasam, mana shu s bo'lsa, mana bu yer 3s bo'ladi-da. Chunki bizda mana bu narsa bor. Uchburchak qarasak, qo'yib mana bunday uchidan bitta chiziq o'tkazsam, mana shu chiziq a yu b nisbatda bo'lgan bo'lsa, mana shu yerdagi uchburchaklarning yuzini ham s1 bilan s2 ni ham a yu b nisbatda bo'ladi. Ya'ni s1 bo'lingan s2 ham a yu b ga teng bo'ladi. Mana shundan foydalanamiz-da. Shundan 3s lik kelib chiqadi. Endi xo'p, mana bu yerni qandaydir a yuza deb qarasam 3a deb olay. Mana bu yerni a deb olsam bo'ladi-da. Endi e'tibor qilamiz. Xo'p, mana bu yerda a qo'shilgan c yuza bo'ldi-da, b y d ni yuzasi. S b y d bizada mana bu yerda a qo'shilgan c ni. Endi mana bu s d y c bizada shundan 4 barobar kichik bo'ladi, ya'ni a qo'shilgan c taqsim 4 ga teng bo'ladi. Demak, buni yuzini yozib qo'yaman. A qo'shilgan c taqsim 4. Mana. Endi mana bu 12 5 oxiridagisi a y taqsim y c dan foydalansam shu yuza uchun nima bo'ladi? 3 kara a qo'shilgan s taqsim, bu yoqda a qo'shilgan s ga a qo'shilgan s taqsim 4 ni qo'shsam 5 a qo'shilgan s taqsim 4 bo'ladi-da. Mana shu nisbat teng bo'lyapti 12 z taqsim 5 z ga. Bu degani 12 taqsim 5 ga da. Mana shu yerdan a bilan c ni bir-biriga bog'lab olsam bo'ladi. Bu yerda o'zi nisbatdan mana bu qisqarib ketib ayniyat bo'lib qolar ekan. Demak, bu tomon uchun qaramayman. Mana bu 4 bir nisbatda bo'lingani borku, bd taqsim d esa, shu uchun qarasam xuddi shu narsani. 4a taqsim, xo'p, mana bu yerda 4s qo'shilgan a qo'shilgan s taqsim 4 da. Mana shu nimaga teng bo'ladi endi? 4 bir nisbatda. Bu degani 4 desam bo'ladi-da. Mana bu 4 bilan bu ketsa, a teng bo'lyapti 4s qo'shilgan a qo'shilgan s taqsim 4 ga da. 4 ga bitta ko'paytirib yuborsam 4a teng bo'ladi 16s qo'shilgan a qo'shilgan s ga da. Endi a ni bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazsam 3a teng bo'lar ekan 17 s ga. Mana bitta bog'liqlik topdim. Endi a ni s ga bog'liq topsam 17 taqsim 3s chiqarganda. Mana. Endi a ni bog'ladim s bilan. Bizdan nimani so'ragan edi? F y d ni, ya'ni s ni so'rayapti a b c ga. A b c ni yuzasi nimaga teng bo'ladi? Xo'p, mana bu yerda 4a bor. Demak, mana shu yoq to'liq 4a bo'ladigan bo'lsa, mana bu ADC ni yuzi a ni o'ziga teng bo'lib qoladi-da, hozirgi xossadan. Demak, umumiy 5a ga teng bo'lar ABC ni yuzi. Demak, s taqsim 5a ni topsam bo'ladi ekanda. S ni o'rniga o'zi a ni o'rniga mana buni keltirib qo'yaman. 5 kara 17 taqsim 3 s. S la bu yerdan qisqaradi-da, 3 tepaga chiqsa, pastda 5 kara 17 qoladi, degan 85. Demak, javob mana shu chiqadi. 3 taqsim 85 ekan. Demak, to'g'ri javob D kalit bo'ladi. Keyingi savol 23. Nuqtadan tekislikka uzunliklari 10 va 15 cm bo'lgan og'malar tushirilgan. Birinchi og'maning tekislikdagi proyeksiyasi 8 cm, ikkinchi og'maning proyeksiyasi necha cm bo'ladi degan. Demak, mana bu bitta tekislik. Endi ikkita og'ma tushiraman.
Mana bittasi 10, bittasi 15. Mana. Endi bularning proyeksiyasini qaraymiz. Mana bu yer 90, bu yer ham 90 bo'ladi. Xo'p, endi bittasi 10, bittasi 15 edi. Bittasini proyeksiyasi deyapti, birinchi og'masiniki. Ya'ni 10niki 8 ekan. Demak, mana bu yerdan bitta Pifagor teoremasini qo'llasak, mana bu yerni 6lik kelib chiqadi-da. Endi mana bu yerni proyeksiyasini topishim kerak. Shuni x desam, endi bu uchun bitta Pifagor qilsam, x kvadrat qo'shilgan 6 ni kvadrati 15 ni kvadratiga teng bo'lib qoladi-da. X ni kvadrat teng bo'ladi bu yerda 15 ni kvadratidan 6 ni kvadratini ayirganimga. Buni o'zi ham 15 ayrilgan 6 kara 15 qo'shilgan 6 ga teng. Hisoblasak buni 921 da. Demak, x ni o'zini topsam, ildiz olaman, ikkalasidan ham 3 ildizda 21 qoladi-da. Demak, to'g'ri javob mana shu. 3 ildizda 21 bo'ladi. Bu esa A kalit. Keyingisi 24. Agar AB 2 cm, BD 2 cm, YD 1 cm bo'lsa, noma'lum x burchagini toping degan. Endi buni yechish uchun xuddi mana shunday 3 burchakni bu yoqdan chizib olaman. Xuddi o'ziday. Xo'p, mana. Endi mana buni o'tkazaman yana. Mana bu yerni qandaydir D' nuqta degay, mana buni B' nuqta desam. Mana bu yerga e'tibor qilamiz. Mana bu yeri ham 1, mana bu yeri ham 2, mana bu yeri ham 2 bo'ladi. Chunki xuddi o'zini chizib oldim-da. Mana burchak ham x bo'ladi-da. Endi e'tibor qilsak, mana bu yerda bu tomon AB', AB, BD, DD', B', D hammasi 2 ga teng bo'ldi. Demak, bu yerda muntazam 5 burchak hosil bo'lyapti-da. Muntazam 5 burchakni ichki burchaklari nima bo'ladi? 108 ga teng bo'ladi-da buning bitta ichki burchagi. Demak, mana shu burchak 108 ga teng bo'lsa, mana bu C' nuqta bo'lsa, AC, C' 3 burchakka qarasak endi bu teng yo'lli 3 burchak hosil bo'ladi-da bu yerda. Chunki mana bu yer 2 bo'ldi, bu yer ham teng bo'lishi bir-biriga aniq. Teng yo'lli 3 burchak hosil bo'ladi. Bitta burchak 108 bo'lsa, mana bunday bo'ladi endi. Ichki burchaklarini sizdan 108 qo'shilgan 2x tenglik 2x tenglik 180 gradus. Demak, 2x teng bo'lar ekan 72 gradusga, x teng bo'ladi 36 ga. Demak, javob 36. To'g'ri kalit esa B bo'lar ekan. Demak, 25 tengsizlik neching degan logaritmik tengsizlik. Xo'p, buni ikki xil holatda yechish kerak. Birinchisi 4 minus x 0 bir oraliqda bo'lganda va 1 dan katta bo'lganda. Birinchisi 4 minus x 0 bir oraliqda tegishli bo'lganini yechamiz. Tegishli bo'lsin 0 1 ga. Bunda x tegishli bo'lishi kerak. Xo'p, 3 4. Mana shu oraliqda bo'lishi kerak. Endi 3 4 oraliqda joylashgan bo'lsa, nima bo'ladi? Modulda x 1 taqsim 0 bir oraliqda bo'lgani uchun belgi o'zgaradi-yu, 4 minus x dan bo'ladi. Endi 3 4 oraliqda bo'lgani uchun bu modulda x 1 taqsim x chiqaveradi. Kichik 4 minus x. Endi umumiy makhraj bersam, bu yoqqa o'tkazib x kvadrat minus 4x plus 1 taqsim x kichik 0 dan bo'ladi. Buni ildizlari diskriminantini topsam 12. Demak, ildizlari chiqadi 4 plus minus 2 ildizda 3 taqsim 2. Buni 2 ga qisqartirib yozsam 2 plus minus ildizda 3 bo'ladi-da. Endi oraliqqa tashlasam, mana bu yer 3 4 oraliq bo'lsin. Endi 2 plus ildizda 3 mana shu oraliqdagi son. 2 plus ildizda 3. Endi 2 minus ildizda 3 esa
0 butun nechidir bo'ladi? Mana bu yerda bo'lsin. Va 0 ni o'zi bor. Mana. Oralig'im 3/4. Mana yechimlarim o'sib bo'ladi. 0, 2 minus ildizda 3 va 2 plus ildizda 3. Mana bulardan plus minus bo'ladi. Menga endi minuslar kerak. Mana bu yog'i bilan qo'yib, mana bu yer bo'ladi. Ikkalasi kesishgani esa 3 dan 2 plus ildizda 3 gacha bo'lyapti. Mana birinchi yechim mana shu bo'ladi. Endi ikkinchi holatda yechishim kerak. Ya'ni xo'p 4 minus x birdan katta bo'lish kerak endi. Bunda x 3 dan kichik chiqadi. Buni o'zi ham ikkita holatga ajraladi. Chunki 0 3 oralig'ida bo'lsa modulda x musbat chiqadi. Ya'ni 0 3 oralig'ida bo'lsa buni ham yozib qo'yay. X tegishli 0 3 oralig'ida bo'lsa xuddi shu narsani o'zi bo'ladi-yu. Faqat mana 1 taqsim x katta 4 minus x dan bo'lib qoladi. Hammasi xuddi shu yechimdagi keladi. Buni oddiyroq qilaylik. Shundan foydalanib yechsam xuddi shu chizmalar ketadi-yu. Faqat 0 3 oralig'idagi yechim bo'ladigan bo'lsa, mana bu oralig'da yechim olishim kerak-da. Va yechimlarim ham musbat bo'lish kerak. Musbat bo'lsa 0 2 ildizda 3 ni o'zi bo'lib qoladi. 0 dan 2 minus ildizda 3 gacha mana shu yechim chiqadi. Endi ikkinchi holatda nima qilinadi? Ikkinchi holatida xo'p x 0 dan kichik holati bo'ladi. Bu minus 1 taqsim x chiqadi moduldan. Mana shu katta bo'ladi 4 minus x dan. Endi bu yoqqa o'tkazib umumiy maxraj bersam x kvadrat minus 4x minus 1 taqsim x katta 0 dan bo'ladi. Endi buni diskriminantini qarasam 20, ildizlari esa 4 plus minus 2 ildizda 5 taqsim 2, ya'ni 2 plus minus ildizda 5 chiqadi. Xo'p, ana endi oraliqqa qo'yaman buni ham yana. Xo'sh, 0 dan kichik 0 mana bo'lsin. 2 minus ildizda 5 manfiy son. Mana 2 plus ildizda 5 musbat son mana. Demak, yechimlarim hammasidan tashkil topadi. Mana musbat, manfiy. Menga demak musbatlar kerak. Mana bular bo'ladi. Endi oralig'im ham bu 0 dan kichik. Mana. Demak, ikkalasi kesishgan joy mana shu yer bo'lyapti-da. Ya'ni 2 minus ildizda 5 dan 0 gacha. Demak, mana shu uchalasi birgalikda umumiy yechim tashkil qiladi. 2 minus ildizda 5 dan 0 gacha, 0 dan 2 minus ildizda 3 gacha, 3 dan 2 plus ildizda 3 gacha. Ya'ni A javobini beradi bu. Keyingi savol 26. Chizmadagi ma'lumotlar asosida x ni toping degan. Endi mana bu bisektrisa ekan, mana bu yer 90 gradus ekan, bu burchak esa 45 va mana bu tomoni 8 ga teng ekan. Endi bu 90 bu 45 bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkalasi 22,5 dan to'g'ri keladi-da bisektrisa bo'lsa. Mana endi demak, mana bu burchak bu 45 bilan 22,5 ni qo'shganima teng bo'ladi, ya'ni 67,5 gradus. Endi xo'p, mana burchakka ham 67,5 gradus to'g'ri keladi demak. Endi mana bu yoqqa esa bu ham 67,5 gradusga to'g'ri keladi. Endi hamma burchagini topib oldim. Mana shu tomonini y deb olay. Xo'p, endi mana shu uch burchakcha uchun sinuslar teoremasini yozsam nima bo'ladi? X taqsim xo'p sinus 45 teng bo'ladi y taqsim sinus 22,5 gradusga. Endi bu bitta tenglik bo'la qolsin. Endi mana bu uch burchakcha uchun bitta sinuslar teoremasini yozsam nima bo'ladi? 8 taqsim sinus 67,5 gradus teng bo'ladi y taqsim sinus 45 ga. Endi mana shu ikkalasini bir-biriga bo'lib yuborsam nima bo'ladi? Mana bu yoqdan y lar ketar ekan. Sinus 45 taqsim sinus 22 qoladi bu yoqda.
Bu yoqda esa x kara sinus 67,5 gradus taqsim 8 sinus 45 qolar ekan. Endi mana bu sinus 22,5 gradus, mana buni o'zini esa kosinus 22,5 gradus desam bo'ladi. Demak, bu yoqda 8 ta sinus kvadrat 45 gradus bo'ldi. Bu yoqda esa x kara sinus 22,5 kosinus 22,5. Buni bitta ikkiga ko'paytirib bo'lsam, bu 1 taqsim 2 sinus 45 gradusni beradi-da. Mana bu 45 bilan buni bitta kvadrat ketsa, x teng bo'lar ekan 8 sinus 45 gradus ko'paygan 2 da. Mana shunga teng bo'ladi. Bu degani 16 kara ildizda 2 taqsim 2. Demak 16 bilan 2 qisqarsa bu yerda 8, demak 8 ildizda 2 chiqar ekanda. Demak javob mana shu. B kaliti bo'lar ekan. 27-savol. ABCD 5 burchak berilgan. AB, BC, CD, DE teng bo'lsa, BD 96 gradus, CD 108 gradusga teng bo'lsa deyapti. Ani toping. Demak, 5 burchak chizamiz. Mana. Xo'p, A. Mana bu A, B, C, D, Y bo'ldi. Endi AB teng, BC teng, xo'p, CD teng va DY teng. B burchak 96 gradus ekan. C bilan D 108 dan. Endi mana bu bitta YS'ni o'tkazaman. YS'ni. Mana va mana bu AC'ni ham o'tkazaman. Endi mana bu tomonlarni A deb belgilab chiqay. Teng bo'lgan tomonlarni. Endi mana bu ABC uchburchak teng yo'l bo'ldi-da. 96 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerlarga 36 gradusdan to'g'ri kelar ekan. 36 adashtirdim. Mana buni degay, mana bu 36 gradusdan to'g'ri keladi. Xo'p, bu yoqqa esa 96 bo'ladigan bo'lsa, 180 dan ayirsak 84 42 gradusdan to'g'ri keladi-da bu yoqqa. Mana. Endi mana bu burchakni topishim mumkin. 108 edi, 42 36 bo'ldi. Bu yoqqa demak 30 gradus qoladi-da. Endi mana bu burchakni qandaydir alfa deb olay. Mana bu burchakka nima qoladi? 150 minus alfa da uch burchakni burchaklari yonisidan. Endi sinuslar teoremasi yozsam, ABC uchburchak uchun AC taqsim sinus 96 gradus teng bo'ladi A taqsim sinus 42 gradusga. Demak, bu yerdan AC ni topsam, AC teng chiqadi A ko'paygan sinus 96 gradus taqsim sinus 42. AC ni topdim. A ga bog'liq. Endi YDC uchun yozaman shu sinuslar teoremasini. CY yo YC deylik, farqi yo'q. YC taqsim xo'p sinus 108 bo'ladi. Tenglik A taqsim sinus 36. Bu yerdan men YC ni topaman. A ga bog'liq A ko'paygan sinus 108 taqsim sinus 36 chiqadi. Endi AC ni topdim, YC ni topdim. AC Y uchburchak uchun sinuslar teoremasini yozsam bo'ladi-da. AC taqsim bo'ladi sinus alfa teng xo'p YC taqsim sinus 150 minus alfa bo'ladi-da.
Endi AC bilan YS'ni o'rniga qo'yib, buni soddalashtirsam nima bo'ladi? A sinus 96 taqsim sinus 42 ko'paygan sinus alfa teng bo'ladi. A sinus 108 taqsim sinus 36 ko'paygan sinus 150 minus alfaga. Endi bu yerdan a'la ketadi. Mana bu yerda alfaga bog'liq trigonometrik tenglamaga kelib qoladi. Buni yechimi juda uzoq bo'ladi, lekin yechsak javobi alfa chiqadi. Bu yerdan demak alfani topsak, yechib 66 gradus chiqadi. Endi alfani topganimdan keyin A burchagini topib bilaman-da. A burchagim mana teng 42 qo'shilgan 150 minus alfaga, ya'ni 192 ayrilgan alfa bo'ladi-da. Alfani joyiga keltirib qo'ysam 192 minus 66 bo'ladi. Xo'p, bundan A kelib chiqsa demak 126 gradus chiqar ekan. Demak, javob 126 C kalta ekan. Faqat sinuslar teoremasidan yechdik va oxirida mana bu trigonometrik tenglamaga kelib qoldi. Buni yechimi juda uzun bo'ladi, shuning uchun oddiy alfani kelgan qiymatini birdan yozib qo'ydim-da. 28 endi katetlari 6 va 8 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Unga bir tomoni gipotenuzada qolgan, ikki uchi esa katetlarda yotuvchi ichki kvadrat chizildi. Shu kvadratni perimetrini toping debdi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak chizamiz. Xo'p, unga mana bunday kvadrat ichki chizilgan. Mana. Endi buni tomoni qanaydir A bo'lsin. Mana. Endi katetlari 6 va 8 degan. Gipotenuzasi 10 bo'lishini bilamiz-da. Endi shuni perimetrini topish kerak. Ya'ni A ni topsam bo'ladi. Mana bu yeri ham 90, bu yeri ham 90 bo'ladi. Mana bu yerni x deb olsam, mana bu yerga, mana bu qismchaga nima qoladi? 10 ayrilgan A plus x da. Endi mana bu burchakni alfa deb olsam, mana bu burchak ham alfa bo'ladi-da va mana bu burchak ham alfa bo'ladi. Endi mana shu hamma to'g'ri burchakli uchburchaklardan tangens alfani topib chiqay. Katta uchburchak uchun tangens alfani topsam 8 taqsim 6 bo'ladi-da. Bu degani 4 taqsim 3 ga teng. Mana bu uchburchak uchun topay. Bu uchburchak uchun tangens alfa A taqsim 10 ayrilgan A plus x bo'ladi-da. Mana bu uchun topsam, bu uchun xo'p x taqsim a ga teng bo'ladi-da. Endi mana bu bilan mana buni ikkalasini tenglashtirsam nima bo'ladi? 4a tenglik 3x kelib chiqadi. Bundan endi men x ni topsam bo'ladi a ga bog'liq 4a taqsim 3 chiqadi-da. Endi mana bu bilan mana buni ikkalasini tenglashtirib yechaman. 4 taqsim 3 tenglik a taqsim 10 minus a minus x. Mana shunday bo'ladi-da. Endi buni proporsiya qilib yechsak 40 minus 4a minus 4x teng bo'ladi 3a ga. Endi 40 minus 4x teng bo'lgan 7a ga. Ana endi x ni joyiga mana buni keltirib qo'yaman. 4a minus 3 ni 16a taqsim 3 bo'ladi-da. 4 ga ko'paytirsam buni. Tenglik shu 7a ga. Ana endi bitta 3 ga ko'paytirib yuborsam, nima bo'ladi? 120 minus 16a barobar 21a ga. Bu yerdan 120 teng 37a bo'ladi. A ni o'zini topsak 120 taqsim 37 chiqadi. Demak, A ni qiymati chiqdi. Bizadan lekin perimetrni so'ragan. Perimetr bizada 4ta ga teng edi-da. Demak, 4 ni ko'paytiraman. 120 taqsim
37 ga. Bu esa 480 taqsim 37 bo'ladi. Javob mana shu. Variant esa D kaliti bo'lgan. 29-savol. Aniq integralni hisoblang degan. Kosinusni 4-chisidan 0 pi taqsim 2 da olishimiz kerak ekan. Endi buni yechishim uchun 2 marta daraja pasaytirishdan foydalanishim kerak. Xo'p, demak, daraja pasaytirsam 0 dan pi taqsim 2 gacha chegara. Kosinus kvadratni kvadrati deymanda, kosinus kvadratni 1 plus kosinus 2x taqsim 2 deyish mumkin-da. Shuni kvadrati bo'ladi dx. Endi xo'p, buni ochib chiqaman. 0 pi taqsim 2 ochib chiqsam 1 taqsim 4 qo'shilgan. Xo'p, 1 taqsim 2 kosinus 2x bo'ladi. Qo'shilgan. Mana bu yerdan yozib ketaman. Kosinus kvadrat 2x taqsim 4. Qavs yopiladi bu yerda. Mana bu yerda qavs dx. Mana shu narsaga keladi. Endi mana bu qismini bemalol integrallash mumkin. 1 taqsim 4x qo'shilgan 1 taqsim 2 kosinus 2x taqsim 2 bo'ladi uniki. Demak 1 taqsim 4 bo'ladi soni. Kosinus dan esa sinus 2x. Mana shunday bo'ladi. Buni chegarasini qo'ysam pi taqsim 2 dan 0 gacha. Xo'p, bu hisoblanadi. Mana buni davom ettiraman. Kosinus kvadrat 2x ni yana bitta daraja pasaytiraman. 0 dan pi taqsim 2 gacha. Xo'p, 1 plus kosinus 4x taqsim 2 ning kvadrati bo'ladi. Kvadrati emas, o'zi 1 plus kosinus 4x taqsim 2 taqsim 4 dx bo'ladi. Endi mana bilan hisoblab olsam, birinchisi 1 taqsim 4x ga qo'ysam, 0 ni qo'ysam 0 o'lib ketadi. Pi taqsim 2 ni qo'ysam bo'ldi, ya'ni pi taqsim 8 chiqadi bunda. Keyingisida 1 taqsim 4 sinus 2x pi taqsim 2 ni qo'ysam 0 bo'lar ekan, 0 o'lib ketar ekan, bo'ldi. Bu yog'i mana buni qiymati 0 chiqar ekan. Endi buni integralini topsam, xo'p, integral bo'ladi 0 dan pi taqsim 2 gacha 1 taqsim 8 qo'shilgan kosinus 4x taqsim 8 dx bo'ladi-da. Tenglik. Endi pi taqsim 8 qo'shilgan 1 taqsim 8 dan 1 taqsim 8x chiqadi. Xo'p, kosinus 4x taqsim 8 dan esa sinus 4x taqsim 4 chiqadi. 1 taqsim 32 bo'ladi. Sinus 4x. Endi bunga oraliq pi taqsim 2 0. Xo'p, pi taqsim 8 ni o'zi 1 taqsim 8x ga qo'ysam, pi taqsim 2 ni o'zini qo'yganim bo'ladi, ya'ni pi taqsim 16 bo'ladi. 1 taqsim 32 sinus 4x ni o'zi pi taqsim 2 ni qo'ysam, sinus 2 pi bo'ladi, u 0 ga teng. 0 ni qo'ysam 0 bo'lib ketadi. Demak, ayirsam ham baribir 0. Mana shuni o'zi bo'lib qolar ekan. Bunga 2 tadan bersam 3 pi taqsim 16 chiqar ekan. Demak, javob mana shu. Demak, D kaliti bo'lgan. Xo'p, keyingisi 30 muntazam uchburchakning ichidan olingan nuqtadan uchburchak tomonlarigacha bo'lgan masofalar mos ravishda S vektor 2 3 1, B vektor 1 2 1 va A vektor 1 3 2 vektorlarning absolyut qiymatlariga teng bo'lsa deyapti. Uchburchak balandligini toping. Endi biz bitta narsani bilishimiz kerak bo'ladi bunda. Xo'p, muntazam uchburchakning ichidan olingan nuqtadan tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi balandlikni beradi. Demak, bundan kelib chiqadi, mana bu balandlikning uzunligi A vektorining uzunligi bilan B vektorining uzunligi bilan C vektorining uzunligini qo'shganima teng bo'lar ekan. Bo'ldi, endi vektorning uzunligi qanday topiladi? Bu, misol uchun A vektor bo'lgan bo'lsa x1, y1, z1 koordinata
koordinat emas, nuqtalari bilan berilgan bo'lsa, buni uzunligi qanday topiladi? A ni uzunligi ildizda x1 ning kvadrati, y1 ning kvadrati va z1 ning kvadrati. Hammasini kvadrati qo'shilganidan topiladi. Shundan foydalanib topaman endi. A ni uzunligi nimaga teng bo'lar ekan? 1 ni kvadrati, 3 ni kvadrati, 2 ni kvadrati. Buni hisoblasam, xo'p, 1 9 10 14 da ildizda. B nikini hisoblayman. B niki 1 ni kvadrati, 2 ni kvadrati, 1 ni kvadrati. Demak, 4 2 ildizda 6 eganda. C ni hisoblayman. C niki 2 3 1 bo'lgan, A bilan bir xilda koordinatlar o'rni almashgan bo'lsa ham kvadratlar yig'indisi baribir o'shani beradi 14. Demak, H ni o'zi nimaga teng bo'lar ekan? 2 ildizda 14 qo'shilgan ildizda 6 ga. Bu demak C kalitiga to'g'ri keladi. Demak C javob ekan. 31. A B ni qismi emas. N A kesishma B, ya'ni bu N degani buni qism nechta elementi borligini bildiradi, qismni emas. Ya'ni A kesishma B da nechta element bor, shuni bildiradi N. Va N birlashma A bilan B ni birlashmasida 10 ta demak element bo'lsa, A ning qism to'plamlar sonini eng kami nechiga teng bo'ladi deyapti. Endi mana ikkita to'plam chizamiz. Bu A, mana bu B bo'lsin. Endi bir-birini qismi bo'lmasin deyapti. Demak, A B ni ichida yotmaydi, mana shunday ko'rinishda. Endi kesishmasini 4 ta element bor deyapti. Mana shu yerda kesishma. Shu yerda 4 ta element bor ekan. Endi birlashmada 10 ta deyapti. Birlashmada 10 ta bo'lsa, A ichida yotmasaydi, demak, ichida yotgan paytda bu 6 ta bo'lib qolaydi mana buni o'zida. Lekin ichida yotmagani uchun mana bunda hech bo'lmaganda 4 tadan tashqari eng kamida deganki, bitta tashqarida element yotish kerak-da. B ga shunda 5 ta tegishli bo'lib qoladi. Demak, eng kam holat mana shunda bo'ladi. Tashqarida bitta element yotish kerak hech bo'lmasa. Endi A ni elementlar soni shunda NA 5 ga teng bo'lib qoldi-da. Kesishmada bitta bu, o'zida bitta bu, 5 ta. Shuni qism to'plamlar sonini so'rayapti. Qism to'plamlar soni 2 darajasi 5 ta bo'ladi bunda. Bu esa 32 ta. Demak, B kaliti ekan. 32-savol. Merganning 3 ta yo'q uzishda eng kamida bitta yo'qni nishonga tekkizish ehtimoli 875 ga teng deyapti. Uning bitta yo'q uzishda nishonga tekkizish ehtimolini toping. Endi 3 ta yo'q uzishda eng kamida bitta yo'qni nishonga olishdik, nishonga tekkizish deyapti. Endi nishonga bittasiga ham tekkiz olmasligi 1 dan shuni ayirgan nima teng bo'ladimi? Ya'ni 1 dan 0.875 ni ayirsam 0.125. Bu birortasiga ham tekkiz olmasligini ehtimolida. Endi 3 ta yo'qda, 3 ta yo'qni otishda 0.125 hech qaysiga tegmagani bo'lsa, endi bittasida tekkiz olmasligini ehtimolini kubi bo'ladi-da, 3 tada tekkiz olmagan. Masalan, P bo'lsin o'sha tekkiz olmasligi bittasida, shuni kubi endi 0.125 ga teng bo'lar ekanda. Bundan P ni topsam, bitta yo'qni o'zganda tekkiz olmasligi ehtimol kelib chiqadi. P kub demak 1/8 ga teng bo'lyapti. Bu yerda P ni topsam 1/2, ya'ni 0.5 ta. Bu nima edi? Bitta yo'qga tekkiz olmaslik ehtimoli. Endi bizada uning bitta yo'q uzishda nishonga tekkizish ehtimoli degan. Buni o'zi 1 minus P ni beradi-da. Ya'ni tekkiz olmaslik bitta yo'qga 0.5 bo'lsa, unga tekkizish ehtimoli 1 dan shuni ayirganma teng bo'ladi-da. 1 minus 0.5 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu 0.5 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob demak A kalit bo'ladi. Xo'p, 33, 34, 35-savollar. Sharti: asosi kvadratdan iborat bo'lgan muntazam piramida berilgan. Unga eng katta hajmli silindr ichki chizilgan. Silindr ichiga ham eng katta hajmli kub ichki chizilgan. Piramida asosining tomoni 3 ildizda 2 ga teng. Demak, shunday bo'lsa, silindr asosi radiusining silindr balandligiga nisbatini topish kerak birinchisida. Keyingisida silindr hajmini kub hajmiga nisbatini topish kerak. Keyingisida piramida hajmini kub hajmiga nisbatini topish kerak. Demak, birinchi chizmasini chizib oladigan bo'lsak,
Qo'yib asosi kvadratdan iborat muntazam piramida berilgan ekan. Mana asos kvadrat bo'ldi. Qo'yib ana endi piramida qilsak. Mana piramida bo'ldi bu. Xo'p, ana endi buni ichiga silindr chizish kerak. Xo'p, silindr mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana buni yon tomonlarga tushgan apofeymalarga urinadi. Mana shunday. Qo'yib, xuddi mana shunga to'rt burchagi chizilgandek bo'lib qoladi. Ya'ni apofeymalardan hosil bo'lgan uchburchak va asosini bitta tomoniga teng bo'ladigan mana shu uchburchakka chizilgan to'rt burchakdek bo'lib qoladi. Agar o'q kesimini chizadigan bo'lsak. Xo'p. Mana endi shuni chizmasini mana bu yo'ldan chizib olsam. Ya'ni o'q kesimlaridagini. Mana o'sha uchburchak bu teng yo'lli bo'ladi. Endi shunga to'rt burchagi chizilgan bitta. Mana bo'ldi. Mana shu chizma. Endi mana bu tomon 3 ildizda 2 bo'lsa, xo'p, mana bu tomonni apofeyma. Bu ham 3 ildizda 2, bu ham 3 ildizda 2 bo'lgandan keyin teng yo'lli uchburchakning balandligi bo'lib qoladi bu. Mana bu asosini 3 ildizda 2 edi, 3 ildizda 2 taqsim 2 dan ajratadi-da mana bu yerni. Endi xo'p, mana bu apofeymani topsak apofeymani. Nimaga teng bo'ladi bu? Mana bu yoqdagi f ga teng, mana bu f ga teng bo'ladi. Bu yoq ham f. Xo'p. Mana bu bundan 2 marta katta bo'lyapti, demak, mana burchak bizada 30 gradus bo'ladi-da. Demak, 60 gradus qarshisidagisi mana buni ildizda 3 ga ko'paytirilganiga teng bo'ladi. Ya'ni f teng bo'lar ekan 3 ildizda 6 taqsim 2 ga. Endi mana buni h deylik, ya'ni o'sha piramidaga chizilgan silindrning balandligi bo'lsin. Mana bu yer esa 2r bo'lib qoladi, ya'ni diametri bo'lib qoladi mana. Mana bu yerda diametri bo'lib qoladi. Endi xo'p, mana bu tomon esa 3 ildizda 2 ga teng to'liqligicha. Endi mana burchaklarni alfa, mana burchakni alfa desam, mana burchakka 180 minus 2 alfa qoladi. Xo'p, ana endi hajmni eng katta degan hajmini yozib olsam men. Mana shu silindrning hajmi pi r kvadrat h bo'ladi-da. Endi buni hajmini bir xil qilib olishim kerak yoki hammasini r ga bog'liq yoki h ga bog'liq qilib olishim kerak. H ni r ga bog'lab olganim qulayroq. Demak, shu uchun harakat qilaman. Shu uchburchak uchun, mana shu uchburchak uchun teng yo'lli uchburchakda sinuslar teoremasini yozsam, f taqsim sinus alfa, f taqsim sinus alfa teng bo'ladi 3 ildizda 2 taqsim sinus 180 minus 2 alfaga. Endi xo'p, f ni o'rniga qo'ysam 3 ildizda 6, 2 pastga tushadi sinus alfa tenglik 3 ildizda 2. Bu yoqda sinus 2 alfani o'zi qoladi. Endi mana bu bilan bu qisqarsa, bu yoqda
kosinus alfa qoladi. 3 bilan 3 ham qisqaradi. Kosinus alfani topsak bu yerdan kosinus alfa chiqadi 1 taqsim ildizda 3. Endi bundan sinus alfani topsam sinus alfa ildizda 2 taqsim ildizda 3 chiqadi. Mana bu yerini topishga harakat qilaman. Bu uchun tangens kerak bo'ladi. Bundan tangensni topishim mumkin endi. Sinus bilan kosinus bor. Tangensni topsam ildizda 2 chiqadi. Demak, mana shu tangensdan hozir aytgan joyimni topsa bo'ladi-da. Xo'p, mana shu h ni mana bu yerga nisbati, hozir topadigan tomonimga nisbati ildizda 2 ni beradi-da. Tangens alfaga teng o'sha. Demak, bu ildizda 2 bo'lish uchun mana bu yeri h taqsim ildizda 2 bo'lish kerak-da. Bu yer ham xuddi shunday. h taqsim ildizda 2. Endi 2 yerga 2 ta h taqsim ildizda 2 ni qo'shsam, menda 3 ildizda 2 ni berish kerak-da. Bundan endi h ni bemalol erga bog'lashim mumkin bo'ladi. Xo'p, shuni qilaman. Ya'ni 2 ta h ildizda 2 bo'lsa, bu ildizda 2h bo'ladi. Shunga qo'shaman 2r ni teng bo'ladi 3 ildizda 2 ga. Xo'p, bu yerdan h ni topib olsam 3 ildizda 2 minus 2r taqsim ildizda 2 bo'ladi. Xo'p, bo'lib yozsam 3 minus ildizda 2r bo'lar ekan. Demak, h r ga mana shunday bog'liqliklar chiqadi. Endi hajm yetib qo'yaman shuni. Mana bu yerga pi r kvadrat. Qo'yib h ni joyiga shuni qo'ysam 3 minus ildizda 2r. R kvadratni ko'paytirib ichkariga kirgizsam 3r kvadrat minus ildizda 2r kub bo'ladi. Mana shu hajm. Endi buni eng katta bo'lishini topishim uchun bundan hosil olishim kerak. Xo'p, hosil olsam pi ko'paygan 6r minus 3 ildizda 2r kvadrat tenglik 0 bo'ladi. Bundan r ni topsam 6 barobar 3 ildizda 2r bo'lib qoladi. R ni topsam ildizda 2 chiqar ekan. Demak, radius ildizda 2 ga teng bo'lganda hajm eng katta bo'ladi. Shu paytda endi balandligini topsam, bunga yetib qo'yaman-da, shuni topaman. H ni topsam, demak, xo'p, 1 ga teng bo'ladi-da. Balandligi 1 ekan. Bo'ldi endi. Xo'p, r ildizda 2, h teng ildizda 1 ekan. Xo'p, endi 33-savolga javob bersam, silindr asosining radiusini silindr balandligiga nisbatan toping degan. Ya'ni r taqsim h ni so'raganda, o'zada r ildizda 2 ga teng bo'ldi, h 1 ga teng bo'ldi. Demak, nisbat ildizda 2 ga teng bo'ladi-da. Mana. Xo'p, to'g'ri javobimiz endi 33 ga s kalit bo'lar ekanda. 34 nechamiz endi? Silindr hajmini kub hajmiga nisbatan toping degan. Xo'sh, demak, unda endi silindrning ichiga kub chizamiz. Bu 4 burchakka 4 burchak bo'lib qoladi. Yo'q kesimida. Mana shu silindr. Endi shunga kubik chizish kerak. Buni radiusi ildizda 2 ga teng. Balandligi esa 1 ga. Endi mana bunday qilib chizmoqchi bo'lsam, ya'ni asosiga joylashgan bo'lsa, kubning bitta asosi. Xo'p, mana bunday diametr o'tkazganimda bu kubning diagonali bo'lib qoladi. Ya'ni asosining diagonali. Bu a bo'ladigan bo'lsa, bu 2 ildizda 2 bo'lsa, a 2 ga teng bo'lib qolishi kerak bo'ladi. Lekin kubning tomonini a deb oldik-da. Agar a 2 bo'lsa, mana balandligidan bu 2 barobar katta bo'lib qoladi-da. Demak, bunaqa tartibda kubni joylashtirib bo'lmaydi. Demak, majbur bo'ladiki, kubning tomoni mana shu balandlikdan katta bo'lmasligi, ya'ni eng ko'pi bilan shuni balandligiga teng bo'lib qoladi. Ya'ni
A teng bo'lib qoladi 1 ga. Mana shu holatda bo'ladi eng katta kubning hajmi. Demak, A 1 ga teng bo'lsa, 34 da silindr hajmini degan. Silindr hajmi bizada pi r kvadrat h taqsim a kub bo'ladi. A o'zi bizada 1 ga teng. Faqat suratni hisoblab qo'ysam bo'ldi. Pi r kvadratim 2 ga teng bo'ladi, h 1 ga teng. Demak, 2 pi chiqadi-da. 34 demak 2 pi chiqar ekan. To'g'ri javob bunga demak F bo'ladi-da. Oxirgisi 35. Xo'p, piramida hajmini kub hajmiga nisbat. Piramida hajmi bizada xo'p 1/3 pi emas, s asos-ku. S asosi demak buni kvadratga teng, aylana emas. Kvadrat bo'lgandan keyin 3/2 ni kvadrati bo'ladi-da. 1/3 s asos kara h. Xo'p, balandligi buni balandligini topmagan biza. Buni balandligi mana shu uchburchakning balandligi bilan bir xil bo'lib qoladi-da. Bu balandlikni qanday topsak bo'ladi? Xo'sh, bu mana bu to'g'ri burchakli uchburchakdan topishimiz mumkin. Bitta Pifagor teoremasini qo'llab, mana bu yoq 3/6 bo'ldi. Mana bu yoq 3 tomonni teng 2 ga bo'lingani bo'ladi. Ya'ni xo'p 3/2 bo'ladi-da. Endi bitta Pifagor teoremasini qo'llab h ni topib olsam, ildizda 3/6 ni kvadratidan ayirishim kerak bo'ladi. 3/2 ni kvadratini. Bundan h ni topsam 3 chiqar ekan. Demak, h 3 chiqsa, uni joyiga 3 ni qo'yishim kerak bo'ladi-da mana. Taqsim bu yerda esa kub hajmi edi. Kub hajmi 1 ni kubiga teng, 1 ga teng bo'ladi. Endi mana bu 3 bilan 3 ketadi. 3/2 ni kvadrat bo'lar ekan. Ya'ni 9 kara 2 bu degani 18 chiqadi. Demak, buni javobi 18 ekan. 35 ga B javob bo'lar ekan. Keyingi savol.